Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Ruslanbek Rasulov bo'laman. Bugun falsafa fanimiz, aynan falsafadan bugun sizlar bilan 5-mavzuni o'rganamiz. Aynan 5-mavzumizda bilish falsafasi, ya'ni gnoseologiyani sizlar bilan bugun o'rganib tahlil qilib chiqamiz. Bugungi 5-mavzumuzni sizlar bilan 4 ta rejaga bo'lgan holatda o'rganamiz. Aynan birinchi rejamizda bilish jarayonini falsafiy tahlil etish. Ikkinchi qismida bilishning turlari va shakllari. Uchinchi qismda haqiqat tushunchasi hamda to'rtinchi qismda esa falsafiy metodlarni sizlar bilan o'rganib tahlil qilib chiqamiz. Gnoseologiya bu sof falsafiy kategoriya hisoblanib, aynan gnoseologiya degan tushuncha yunon tilidan, ya'ni yunoncha so'zdan olingan bo'lib, gnosis bilim, logos ta'limot degan ma'noni anglatadi. Ya'ni gnoseologiya bilish haqidagi ta'limotni o'rganadigan falsafaning bo'limi, bu gnoseologiya hisoblanadi. Gnoseologiya fanida o'rganiladi. Nimalar o'rganilinadi gnoseologiya fanida? Avvalambor insonning dunyoni bilish imkoniyati, insonning o'zligini anglash jarayoni, bilishning bilmaslikdan bilim sari yuksalishi hamda bilimlar tabiati va ularda aks etuvchi narsalarning o'zaro nisbati o'rganiladi mana shu fanimiz jarayonida. Aynan bilim va bilish haqida Suqrotni ajoyib gapi bor. Agar qiziquvchan bo'lsang, ko'p narsani biladigan bo'lasan deydi. Ezgulikka faqat bitta yo'li bor, bilim. Yomonlik yo'li esa nodonlikdir. Demak, inson ilohiy kuchning, ruhning borligini yodda tutgan holatda bilimga intilishi zarur. Zero bilim ezgu amallar asosidir degan fikrlarni mashhur yunon faylasufi Suqrot o'z nazariyalarida keltirib o'tadi. Yana bir mashhur yunon faylasufi Platon bilish haqidagi qarashlarida quyidagicha fikrlaydi. Quyidagicha asoslab beradi. Bilish hissiy idrok bilan bog'liq emasligini, u narsa va hodisalarning o'zgaruvchan, qo'nimsiz ekanligi bilan asoslashga intiladi. Ushbu sohada faylasuf Pifagorning inson barcha narsaning me'yori degan qarashini rad etib, uning o'rniga bilimga ega bo'lgan insongina barcha narsalarning me'yoridadir degan fikrlarni ilgari suradi. Va aynan mana shu yuqorida keltirilgan fikrlarni u o'zini Teatet nomli asarida keltirib o'tadi. Platon inson bilimini, bilish faoliyatini mavjudlik va taraqqiyot belgilarida, mezonlardan biri sifatida talqin qiladi. Yana bir mashhur yunon faylasufi Aristotel bilish haqida ajoyib bir fikrlarni keltirib o'tadi. Bilishning predmetini borliq tashkil etadi. Tajriba asosi his-tuyg'ular, xotira va odatlarda. Har qanday bilim sezishdan boshlanadi. Aql esa ayrimda umumiyni ko'rsatadi. Barcha narsalar o'zgaruvchan xususiyatga ega bo'lgani tufayli ilmiy bilimni faqat sezgi va idrok yordamida olish mumkin. Narsaning mohiyatini yorituvchi tushunchalar haqiqiy ilmiy bilim shakllari hisoblanadi degan fikrlarini buyuk yunon faylasufi Aristotel o'zining Organon asarida keltirib o'tadi. Xo'p, endi bilish degan terminga bir oddiy bir ta'rif beradigan bo'lsak, bilish bilimlar olishga qaratilgan jarayon. Bu birinchi ta'rifimiz. Ikkinchi ta'rifimiz, bilish bu voqea yoki hodisalarning inson ongida gavdalanish yoki aks etishi, bu bilish hisoblanadi. Shuningdek, bilim ma'lum predmet to'g'risida axborot ham hisoblanadi. Xo'p, lekin bilim ma'lum predmet to'g'risida axborotdir deyapmiz. Lekin bilim va axborot degan tushunchalar ikkalasi ikki xil tushuncha. Har qanday bilim axborotdir. Lekin har qanday axborot ham bilim emas. Takrorlayman, har qanday bilim axborotdir, lekin har qanday axborot ham bilim emas. Axborot kengroq tushuncha. Bilim esa axborot kengroq tushuncha. Axborot onga ega bo'lmagan boshqa tabiiy tuzilmalarda ham bo'lishi mumkin. Bilim esa faqat ongdagina mavjud bo'ladi. Ya'ni bilim bittagina shaxsda, bitta individda ongida mavjud bo'ladi bilim va uni hajmi kichkina bo'ladi. Axborot esa onga ega bo'lmagan boshqa tuzilmalarda ham bo'lishi mumkin. Bular televizor, radio,
gazeta, jurnal, ijtimoiy tarmoqlar va hokazo. Kitoblar juda ko'plab bo'lishi mumkin. Va buni hajmi, axborotni hajmi va keng ko'lamli bo'ladi. Har qanday informatsiya bilimga aylanishi mumkin, lekin u avvalo ong faktiga aylanishi, ya'ni anglanilishi kerak. Ikkinchidan esa bilim bu subyekt ega bo'lgan hamma axborot emas, balki subyekt tomonidan mazmuni mushohada qilingan axborot bu bilim hisoblanadi. Dunyoning insonni ongida aks etish omillarini, ya'ni dunyoning, ya'ni olamni inson ongida aks etishini olimlar o'z nazariyalari orqali keltirib o'tadi. Misol uchun, mana shu aks etish jarayonini, ya'ni dunyoni, olamni, inson miyasida aks etish jarayonini Demokrit obrazlar orqali aks etadi degan fikrni aytadi. Berkli esa subyektning sezgilari orqali namoyon bo'ladi deydi. Leibniz esa bu jarayonni tug'ma qobiliyat, ya'ni gen orqali o'tadi. Olamni anglash degan fikrni aytgan bo'lsa, Abu Nasr Farobiy bu jarayonni aql va sezgilar orqali amalga oshiriladi degan fikrni aytadi. Buyuk bobo kalonimiz Abu Rayhon Beruniy esa bilishga bo'lgan qiziqish ikkita sabab orqali amalga oshadi. Birinchisi lazzatlanish, ya'ni bilim olishdan lazzatlanish haqida fikr bildirgan bo'lsa, ikkinchisi ehtiyojini qondirish. Ya'ni o'zini shaxsiy faoliyati davomida o'ziga kerak bo'ladigan ehtiyojlarini qondirish uchun ham bilim kerak bo'lish haqida Abu Rayhon Beruniy o'z fikrlarida keltirib o'tadi. Har bir tarixiy davr jamiyat rivojlanish ehtiyojlaridan kelib chiqib, gnoseologiya oldiga yangi vazifalarni qo'yadi. Davr davom etib ketaverar ekan, har bir davrda o'sha davr muammolarini yechish uchun kerak bo'lgan bilimlar kerak bo'ladi. Misol, o'sha 18-asr o'rtalarida Yevropa faylasuflari 18-asrda haqiqat mezorini aniqlash bilan shug'ullangan, o'zi haqiqatga qanaqa olib boriladi degan savollarga javob berish bilan shug'ullanganlar. Tajribaga asoslangan bilimga haqiqiy bilimdir degan g'oyani ilgari surganlar. Demak, har qanday bilimni haqiqiyligini aniqlash uchun o'sha 18-asr olimlari avvalambor buni tajribadan o'tkazib ko'rish kerak. Tajribadan o'tkazilgandagina bu bilim haqiqiy bilim bo'lishi kerak ekanligi haqida aynan o'sha 18-asr olimlari o'z nazariyalarini 17-asrdan boshlangan va 18-asrda ham bu jarayon davom etadi. 18-asr olimlari, mutafakkirlari ilmiy bilishda inson aql imkoniyatlariga ratsional bilimning hissiy bilishga nisbatan ustunligini alohida urg'u beradilar. Ya'ni ratsional bilish hissiy bilishdan ustunligini sekin-sekin asoslab dalillab berishga harakat qila boshlaydilar. Endi shunday savol paydo bo'ladi. Dunyoni bilish mumkinmi? degan o'rinli savol paydo bo'ladi. Va bu savolga turlicha javoblar bor. Optimistlar dunyoni bilish mumkinmi degan savolga dunyoni bilish mumkin degan javobni aytadilar optimistlar. Agnostiklar dunyoni bilish mumkin emas degan javobni aytadilar. Skeptiklar esa bilimning haqiqiyligiga shubha qiladilar. Bilim haqiqiy emas degan fikrni keltirib o'tadilar va bu har bir oqim nazariyotchilari o'zlarining oqimlardan, o'zlarining yo'nalishlaridan kelib chiqib mana shu javobni aytadilar. Dunyoni bilish mumkin, dunyoni bilish mumkin emas, bilim haqiqiyligiga shubha nazariyasi bilan qaraganliklarini ko'rsatish mumkin. Aynan skeptiklar nazariyasida. Endi bilimlarimizning turlari ham bor. Aynan bu bilimlarning turlari turli xil ko'rinishda bo'ladi. Bular bizni umuman faoliyatimiz bilan bog'liq bo'ladi va birinchidan bilimlarimizning birinchi turi bu kundalik bilimlarimiz. Kundalik bilimlarimiz, badiiy bilimlarimiz, shaxsiy bilimlarimiz, ijtimoiy bilimlarimiz, mifologik bilimlarimiz, falsafiy bilimlarimiz, ilmiy bilimlarimiz va shuningdek o'yin vositasidagi bilimlar hisoblanadi. Endi bularni har biriga bitta-bitta to'xtalib o'tamiz. Xo'p. Kundalik bilimlarimiz. Kundalik bilimlarimiz bu turli faoliyat shakllari. Ya'ni o'sha ishlab chiqarish jarayoni bo'ladimi, siyosiy hayot bo'ladimi, ijtimoiy hayot bo'ladimi, o'sha turli faoliyat shakllari ta'sirida shakllangan turmush bilan bog'liq tushunchalar
majmui avlodlar to'plagan jamoa, o'sha kollektiv tajriba mahsuli hisoblanadi. Ya'ni o'zimizni kundalik faoliyatimiz davomida yig'ilib boradigan bilimlarimiz, bular kundalik bilimlarni tashkil qiladi. O'yin vositasidagi bilimlarchi? O'yin vositasidagi bilimlar nafaqat o'sha bolalar, balki kattalar faoliyatida ham muhim unsur hisoblanadi. Mana misol qilib oladigan bo'lsak, biz aynan shaxmat yoki shashka kabi o'yinlarni o'ynagan paytimizda, aynan shaxmat o'yinini o'ynagan paytimizda qanaqa strategiyalar tuzishni va o'yin davomida o'zimizda strategiyalar tuzish qobiliyatini mustahkamlab boramiz. Va bu ham bilishni bir yo'li hisoblanadi. O'yin jarayonida qiziqishimiz o'sha o'yinga ortish natijasida o'yinni o'rganamiz. Yoki boshqa strukturalari, tizimli o'yinlar bo'lgan paytda o'yinni o'rganish jarayoni o'zimizda tizimlashtirish jarayonini ham yuqori darajaga olib chiqishga xizmat qilgan bo'ladi. Keyingi bilish jarayoni bu mifologik bilim. Mifologik bilim hisoblanadi. Aynan mifologik bilim borliqning fantastik indikosi hisoblanadi. Ya'ni bilamiz, mif bu afsona, asotir degani o'zi mifologiya doirasida biz koinot va odamlar, ular mavjudligining shart-sharoitlari, aloqa va shakllari va hokazolarni ko'rishimiz mumkin. Haqiqatda muayyan bilimlar shakllangan. Ya'ni mifologik bilimlarimiz natijasida biz shu turli olam yaratilishi, insoniyatning paydo bo'lishi haqida turli bir afsona va asotirlar haqida mifologik bilimlar orqali o'zimizni bilimlarimizni oshirib borishimiz mumkin. Keyingi bilim ko'rinishlaridan biri, turlaridan biri bu badiiy bilim hisoblanadi. Badiiy bilim bu asosan adabiyotlar orqali amalga oshiriladi. Ya'ni borliqni tushunib yetish refleksining o'ziga xos shakli bo'lib, san'at borlig'ining barcha vositalarida, san'at borlig'ining, bu xoh adabiyot bo'ladimi, xoh san'at, xoh musiqa bo'ladi, xoh tasviriy san'at bo'ladimi, aynan mana shu yo'nalishlarning barchasi bilan bog'liq holatda kechadigan bilimlar yig'indisi bu badiiy bilimni tashkil qiladi. Ya'ni ijodiylik asosida amalga oshiriladi. Diniy bilim. Diniy bilim dinning asosiy vazifasi tabiat va jamiyat borlig'ining mazmunini anglashdan iborat. Misol uchun o'sha din universumining pirovard mazmunlari haqida o'z tasavvurini anglab, dunyo va insonning birligini tushuntirishga harakat qiladi. Va yana bir qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsak, dinning asosiy vazifasi olam va odam haqidagi asosiy bir muvozanatni tizimlashtirib, asoslab berishga qaratilgan bir jarayon ham hisoblanadi bu diniy bilimlar. Keyingisi falsafiy bilimlar. Ya'ni biz falsafiy bilimlar, ilmiy bilimlar ham deb ataymiz. Falsafiy bilimlar bu falsafada san'at va din kabi bilish vazifalarini yechish bilangina kifoyalanmaydi. Falsafiy bilimning bosh vazifasi san'at va din bilan uyg'un holatda insonning dunyoda ma'naviy mo'ljal olishiga ko'maklashdan iborat. Falsafiy bilish aynan shu maqsadga yo'naltirilgan. Ya'ni aniq bilimlarni olishga qaratilgan hisoblanadi. Keyingi bilish bilim yo'nalishimiz bu ilmiy bilish hisoblanadi. Ya'ni fan bilishning eng oliy shakli hisoblanadi va buni biz fanning asosiy vazifa obyektlarini o'rganish va rivojlantirishda uning qonuniyatlarini aniqlash bilan belgilaymiz va biz o'sha fan bilish jarayonlarini ham tabiiy fanlar, texnika fanlar va ijtimoiy fanlarga bo'lgan holatda o'sha fanlar doirasida bilish jarayoni bu fan jihatdan bilish, ya'ni ilmiy bilish degan ma'nolarni anglatadi. Xo'p. Endi shaxsiy bilishga keladigan bo'lsak, shaxsiy bilishni Polaning bir gapi bilan tushuntirishga harakat qilaman. Shaxsiy bilish konsepsiyasi bu anglash mumkin bo'lgan narsalarni faol o'zlashtirish, alohida mahorat va alohida vositalarni talab qiluvchi harakatdir degan bir fikrni aytadi Polo va mana shu nazariyasi orqali buni ko'rsatishga harakat qilib ko'radi. Keyingi bilish jarayonimiz bu ijtimoiy bilish hisoblanadi. Ijtimoiy bilish bu asosan o'zi o'rganayotgan borliqning sifat tomonini tavsiflashga qarab mo'ljal oladi. Hodisalar sifat va xususiylik nuqtai nazaridan o'rganiladi ijtimoiy bilim jarayonida. Endi bilishning shakllariga to'xtalib o'tamiz. Bilishning 3 ta shakli bor. Birinchi shakli empirik, ya'ni hissiy bilish. Ikkinchisi ratsional, ya'ni aqliy bilish va uchinchisi intuitiv, ya'ni bu g'oyibona bilish.
Empirik bilish, ya'ni hissiy bilish bu bilishning dastlabki bosqichi bo'lib, sezgi, idrok, tasavvur orqali amalga oshiriladi va o'rganilayotgan predmet haqidagi dastlabki va zaruriy ma'lumotlar empirik bilish natijasida qabul qilib olinadi. Bu bilishni birinchi shaklida, empirik bilish shaklida. Ikkinchi bilishning shakli bu ratsional bilish shakli hisoblanib, ratsional ya'ni aqliy bilish, ratsion so'zi bu aqliy ya'ni yuqori darajada bilish jarayoni hisoblanadi. Aynan ratsional bilish jarayonida endi o'rganayotgan predmet yoki detalni bo'laklarga bo'lgan holatda yuqori darajada o'rganish jarayoni hisoblanadi va biz buni tushuncha, hukm, xulosa yordamida aniqlaymiz. Tushuncha ta'rif beradigan bo'lsam, tushuncha ma'lum bir predmet keltirilgan paytda bu predmetning nima ekanligini to'ldiruvchi, izohlovchi boshqa ma'lumotlarning uning atrofida yig'ilishi bu tushuncha hisoblanadi. Misol uchun maktab degan tushuncha. Maktab degan tushunchani to'ldiradigan boshqa ma'lumotlar uning atrofida yig'iladi. O'quv binosi, dars, qo'ng'iroq, o'quvchi, o'qituvchi, bular maktab degan tushunchaning atrofida yig'ilib, maktab nima ekanligini bitta so'z aytganda, maktab deganda inson ongida yaqqol tushuncha hosil bo'ladi, nima ekanligi anglashiladi. Hukm voqea yoki hodisalarning bo'lish yoki bo'lmasligini tasdiq yoki inkor qiladi. Misol uchun, Madinaning bugun darsga kelishini dadasi inkor qildi. Bu hukm. Madinaning bugun darsga kelishini dadasi inkor qildi. Bu hukm. Xulosa shunday bo'ladiki, demak, Madina bugun darsga kelmaskan. Xulosa yakuniy fikrdan anglashilgan yakuniy munosabat bu xulosa hisoblanadi. Demak, xulosa Madina bugun darsga kelmaskan. Bu ratsional bilishning 3 ta bosqichi tushuncha, hukm va xulosa shaklida amalga oshiriladi. Bu ratsional bilish. Intuitiv bu g'oyibona, ya'ni ilohiy jihatdan bilish jarayoni bu g'oyibona bilish jarayoni hisoblanadi. Bu ya'ni bilishning eng yuqori bosqichiga erishilganda amalga oshirilayotgan jarayon va ilohiy tarzda insonga namoyon bo'ladigan bu jarayon intuitiv, ya'ni g'oyibdan unga ayon bo'ladigan bilimlar bu g'oyibona bilish shakli hisoblanadi. Aynan bilish haqida gapirganda inson qo'lga kiritadigan axborotning eng oliy darajasi bu bilish hisoblanadi. Izchil va ijodiy faoliyatning ijtimoiy darajasi bu bilishdir. Insonni o'zgalardan ajrata bilish, o'ziga munosabat imkoniyatlarini baholash, o'zini anglash sifatida namoyon qilish bu bilishdir. Shuningdek, intellektual manbaga tayanishni talab qiladi. Bilish jarayoni til yordamida amalga oshiriladi. Ya'ni til bilan amalga oshirilayotgan o'sha bir ma'lumotni yetkazayotgan yoki qabul qilayotgan paytida uni chiroyli va ravon holatda yetkazisham uni kommunikativlik yoki foydalilik koeffitsiyentini ham oshirishga xizmat qiladi va yangi ilgari noma'lum bo'lgan narsalarni yaratishga yo'naltirish vazifasini ham bajaradi. Endi biz o'rganayotgan bilishni tamoyillari ham bor ekan. Xo'p, bilishning qanaqa tamoyillari bor degan savol paydo bo'ladi. Bilishning avvalo dialektik bu rivojlanish degan ma'noni anglatadi. Dialektik tamoyili bilish jarayoniga qaratilgan, ya'ni uni rivojlanish nuqtai nazaridan dialektik qonunlar va kategoriyalar va tamoyillar yordamida shulardan foydalangan holatda e'tibor yoki nazar solish bu dialektik tamoyil hisoblanadi. Ikkinchi tamoyili bu tarixiylik tamoyili. Tarixiylik tamoyili yuzaga kelish va rivojlanish kontekstida jarayonlar va predmetlarni ko'rib chiqib va shu orqali amaliyotga tatbiq qilish, o'rganish bu tarixiylik tamoyili hisoblanadi. Amaliyot tamoyili bilishning bosh tamoyili amaliyotda deb hisoblaydi. Tashqi olamni va o'zini bilishning asosi ham faoliyatda, ya'ni amaliy faoliyatda degan tamoyilni ilgari suradi. Bilish tamoyili bilish imkoniyatlariga to'la ishonch bilan yondashiladi. Undan keyingi tamoyil esa bu obyektivlik tamoyilida ong va irodadan tashqari predmetlarni mustaqil
mavjud deb hisoblash bu obyektivlik tamoyili hisoblanadi. Ya'ni bor, mustaqil, obyekt sifatida unga alohida nazar bilan qarash bu obyektivlik tamoyili hisoblanadi. Hayotni ijodiy jarayonda ifodalash tamoyili va hamda haqiqatning aniq tamoyili. Ya'ni aniq sharoitda individual va shubhasiz haqiqat bu haqiqatning aniq tamoyili hisoblanadi. Mana hozir yuqorida sizlar bilan bilishning tamoyillariga to'xtalib o'tdik. Endi bilishning tuzilishiga to'xtalib o'tamiz. Endi bilishning tuzilishi avvalambor biluvchi bu subyekt, biluvchi bu subyekt aytyapti odamzod, odam mavjud, odam mavjudot, u odamzod tajribasidan bilishning usullarini jamiyatning butunligicha bilishning natijalarini ko'rsatib turuvchi moddiy va ma'naviy madaniyat boyliklarini o'rganadi. Ya'ni o'rganuvchi shaxs bu subyekt. Bilimni o'rganuvchi shaxs bu subyekt, bilish esa obyekt. Demak, subyekt shaxs o'rganuvchi, obyekt bu bilim. Ya'ni o'sha tashqi olamdagi, tashqi ichki olamdagi barcha bir ma'lumotlar, ya'ni bilimlar bu obyekt hisoblanar ekan. Endi haqiqat obyektni subyekt tomonidan adekvat aks ettirish bu haqiqat hisoblanar ekan. Endi mana shu jarayonda bilishni biluvchi subyekt, bilish esa obyekt degan nazariyalardan kelib chiqqan holatda yangilishish va yangilishish, amaliyot va baholash kabi tushunchalar ham bor. Yangilishish bu qanaqa shaklda bo'ladi degan savolga aynan biluvchi, ya'ni subyekt bilim olish jarayonida yanglish ma'lumotlarni qabul qilish yoki haqiqatga zid bo'lgan holatda yolg'on va adekvat bo'lmagan holatda ma'lumotlarni qabul qilishi bu yangilishish hisoblanadi. Amaliyot tashqi olamni va odamning o'zini o'rganish va o'zlashtirish uchun qiladigan konkret faoliyati. Ya'ni ma'lum bir bilishni konkretlashtirish uchun amaliyotda tajriba sifatida uni o'tkazishi kerak bo'ladi. Uchinchi qismda o'sha baholashda aynan o'sha amalga oshirilgan bilimlarni aniqlik va konkretlik yordamida, ya'ni o'sha qonunlar, kategoriyalar va qadriyatlarga tayangan holatda mantiqan tushunish. Ya'ni o'zini egallagan o'sha bilimini qiymatini aniqlashdan iborat. Qiymatni aniqlash bu baholash hisoblanadi. Endi yuqorida haqiqat deb aytib o'tdik. Bilimlarimiz o'zi haqiqat bo'lishi uchun bilim qachon haqiqat bo'ladi degan savolga biz mana quyidagi bir ta'riflarni beramiz. Bilim qachon haqiqat bo'ladi? Avvalambor, bu bilimlarimiz borliqqa mos kelishi kerak. Bilimlarimiz borliqqa mosmi? Mos bo'lsa demak haqiqat. Ikkinchi ta'rifi. Bu tajribada tasdiqlanganlik. Bilimlarimizni tajribada tasdiqladikmi? Tajribada tasdiqlangan bo'lsagina keyin u haqiqat bo'ladi. Agar qaysidir bilim tajribada tasdiqlanmagan bo'lsa, u haqiqat emas. Misol uchun, oddiy misol. Inson necha kun hech narsa, na suv, na ovqat yemasdan yashashi mumkin? Degan bir savol. To'g'rimi? Deylik, inson bir hafta suv ichmasdan yoki bir hafta hech narsa yemasdan yashashi mumkin, ovqatlanmasdan yashashi mumkin. Xo'p, endi savol paydo bo'ladi. Insonni bir hafta ovqat yemasdan, faqat suv ichib deylik, ovqat yemasdan yashashini qanaqa isbotlashimiz kerak? Buni aniqlash uchun biz tajriba o'tkazishimiz kerak. Agar haqiqatan ham inson bir hafta davomida hech narsa, ya'ni suvdan tashqari boshqa hech narsa yemasdan yashay oladigan bo'lsa, bu bilim bo'ladigan bo'lsa, aniq fakt asosida tajriba asosida isbotlangan bo'lsa, demak bu haqiqat bo'ladi. Keyingi ta'rifi, bilimlarimizning o'zaro mos kelish xususiyati. Endi bilimlar o'zaro bir-biriga mos kelishi kerak. Boshqa ikkita tarafdagi, ikkita hodisadagi, ikkita yo'nalishdagi bilimlarimiz bir-biriga agar mos kelmasa, bu haqiqat hisoblanmaydi. To'rtinchi ta'rifi, bu bilimlarimizning foydaliligi va effektivligi. Bilim har doim inson ehtiyojlariga xizmat qilishi kerak. Agar bilim foydali emasmi yoki effektivligi yo'qmi, demak u bilim haqiqiy bilim emas degan ta'rifni aytib o'tishimiz mumkin. Mana yuqorida mana shu 4 ta ta'rifda
bilimlarimizning haqiqat bo'lishi uchun nimalar kerak degan 4 ta ma'lumotni bitta-bitta sanab o'tdik. Endi davom ettiramiz. Keyingi biz o'rganadigan tushuncha metod va metodologiya degan bir tushunchalarni sizlar bilan o'rganib, tahlil qilib chiqamiz. Xo'p. Metod nima? Metod bu yunon tilidan, yunoncha so'zdan olingan bo'lib, yunoncha metodos bilish, ya'ni bilishga erishish usuli, ya'ni metod so'zining o'zi uslub degan ma'noni anglatadi, ya'ni bilishga erishish usuli yoki uslubi degan ma'noni anglatadi. Aynan har qanday narsani bilish uchun turli yo'llar bor. Biz qaysi yo'ldan boramiz shu narsani bilish uchun. Va mana shu yo'lga olib boradigan turli xil yo'llar bor. Mana shu yo'llar metodlar deb nomlanadi. Metodlarning juda ko'plab turlari bor. Bularni olishimiz mumkin: kuzatish, analiz, sintez, taqqoslash, induksiya, deduksiya, eksperiment. Har bir sohani o'zini o'rganish metodlari bor. Hamma sohaniki alohida. Va ularning ichida universal metodlarimiz ham bor. Ya'ni barcha fanlarga mos keladigan metodlarimiz ham bor. Mana quyida sizlarga metodlarni turlaridan namunalarni sanab o'tdik. Endi metodologiya nima degan savol paydo bo'ladi. Metodologiya bu fanda foydalanadigan bilish vositalari, usullarning majmui, ya'ni metodlar majmuasi. Sizlarga tushunarli bo'lishi uchun ko'rsatib qo'ydim. Metodlar tashkil qilyapti metodologiyani. Metodlar tashkil qiladi, metodologiyani tashkil qiladi. Ya'ni metodlar yig'indisi metodologiya hisoblanadi. Aynan metodologiyaga Feyerbax shunaqa metodlarga shunaqa ta'rif beradi. Feyerbax aytadi: inson deydi, umuman metodologiyaning markazidir deydi. Chunki har bir metodni amalga oshiruvchi bu shaxs inson. Inson o'sha metodni amalga oshiradi. Agar inson bo'lmasa, o'sha metod amalga oshmaydi degan maqsadda, o'sha nazariyadan kelib chiqqan holatda Feyerbax aytadi: inson umuman metodologiyaning markazidir degan fikrni aytib o'tadi Feyerbax. Endi biz ko'radigan falsafiy metodlar turlari bor. Bular dialektika, sofistika, eklektika, metafizika va sinergetikadir. Demak, bularni bitta-bitta hozir tahlil qilib chiqamiz. Xo'p, dialektikadan boshlaymiz. Aynan dialektika bu grek, ya'ni yunon tilidan olingan bo'lib, bahs va suhbatlashish san'ati degan ma'noni anglatadi. Antik dunyo faylasuflar uni haqiqatga erishish yo'li va usuli sifatida ham talqin qiladilar. Xo'p, dialektika hozirgi davrga kelib, dialektika olamdagi narsa va hodisalarning doimo o'zgarishda, o'zaro aloqada, bog'liqlikda, taraqqiyot va rivojlanishda deb tushuntiradilar. Ya'ni dialektika o'zi bir rivojlanish va rivojlanishni o'sha bahslar orqali, munozaralar orqali amalga oshirish usuli bu dialektik metod usuli hisoblanadi. Ikkinchi metodimiz bu sofistika hisoblanadi. Sofistika bu qadimgi yunon falsafasida paydo bo'lgan bilib turib yolg'on xulosa chiqarish bu unga xosdir deydi. Aynan Farobiy sofistikani yolg'ondagi donolik deb ta'riflaydi. Va misol sifatida aytishimiz mumkinki, qizim senga gapiraman, kelinim sen eshit. Aynan diqqat bilan e'tibor qiladigan bo'lsangiz, qizim senga gapiraman, kelinim sen eshit yolg'onni bo'rtirib ko'rsatyapti. Aynan urg'u qiziga emas, aslida kelinga qaratilingan bo'ladi. Va mana shu jarayonda bilib turib yolg'on xulosa chiqarish aynan bu sofistik uslubga xos jarayon hisoblanadi. Keyingi uslubimiz eklektika. Yunonchadan tanlayman degani. Ya'ni turli qarama-qarshi tomonlarni, nazariyalarni aralash-quralash qilib tashlovchi uslub bu eklektik uslub hisoblanadi. Aynan eklektikada narsa va hodisalarning asosiy va asosiy bo'lmagan xususiyatlari, ular o'rtasidagi bog'lanishlar mexanik ravishda qorishtirib ifodalanadi. Misol qilib aytadigan bo'lsak, mashinani oladigan bo'lsam, eklektik uslubda mashinani asosiy va asosiy bo'lmagan detallari bor. Xo'p, asosiy detalga biz uni g'ildiragini olishimiz mumkin yoki dvigatelni olishimiz mumkin. Bu asosiy bo'lgan detal. Endi asosiy bo'lmagan detaliga biz undagi farini, ya'ni chiroqlarni olishimiz mumkin. Xo'p, dvigatel yoki asosiy detalga dvigatel yoki g'ildirak
Bo'lmasa mashina yurmaydi. Demak, g'ildirak bo'lishi kerak mashina yurishi uchun. Lekin uni chiroqlari bo'lmasa ham mashina yuradi. Aynan asosiy bo'lgan va asosiy bo'lmagan detallarni qorishtirib, aralash qilib ko'rsatuvchi uslub turi bu eklektik uslub hisoblanadi. Metafizik uslub, metafizika bu yunonchadan fizikadan keyin degan ma'noni anglatadi. Dastlab metafizika paydo bo'lganda umuman tabiatni o'rganish bilan shug'ullangan, tabiatdagi predmetlarni uni mukammal o'rganish bilan shug'ullangan, keyinchalik esa bora-bora tabiatdagi mayda-mayda detallarni o'rganish bilan shug'ullangan soha bu metafizik uslub yoki metafizika hisoblanadi. Keyingi uslubimiz sinergetika. Sinergetika bu ham yunon tilidan olingan bo'lib, kelishuv, hamkorlik, o'zaro ta'sir kabi ma'nolari bor. Sinergetikada aynan sinergetika olamning o'zini tashkil etishi makon va zamonda narsa voqealarning azaliy ketma-ketligi, o'zaro aloqadorligi, ularning muayyan tizimlardan iborat sababiy bog'lanishlari asosida mavjudligini e'tirof etishga asoslangan ilmiy qarashlar majmui sinergetika hisoblanadi. Xo'p, sinergetikaga men misol qilib oladigan bo'lsak, bitta misol qilib olaman. Ikkita jamiyat yoki ikkita tuzumni oladigan bo'lsak, ikkita tuzumni olaylik. Keling, korrupsiyalashgan jamiyat va korrupsiyadan xoli bo'lgan jamiyat yoki tuzum. Ikkita tizimni olaylik. Endi korrupsiyalashgan jamiyatning tizimni ichidagi bitta elementi, shu tarkibdan bitta elementni olib, korrupsiyalashgan ichidan bittani olib, korrupsiyalashmagan jamiyatni ichiga solsak, buni ichidagi o'sha korrupsiyalashmagan jamiyatga kelgan bitta detal vaqt borgani sari tizimga moslashadi va u ham korrupsiyadan xoli bo'ladi. Teskarisi bo'lsa-chi, agar korrupsiyalashmagan jamiyatni ichidan olib bitta detal yoki elementni olib korrupsiyalashgan jamiyatni ichiga solsak, qanchadir vaqt o'tgandan keyin bu korrupsiyalashmagan ichine olgan bitta detalimiz ham o'sha korrupsiyalashgan jamiyatni ichiga qorishib ketadi. Buning asosiy sababi bu yerda tizim shunaqa. Tizim xuddi shunaqa shaklda ishlab chiqilgan. Bu yerda korrupsiyaga moyillik shaklda ishlab chiqilgan tizim bo'lganligi uchun ham bu ham korrupsiyalashgan jamiyat tarkibiga qo'shilib ketadi. Bu yerda tizim, ya'ni struktura boshqa shaklda bo'lganligi uchun esa bu korrupsiyadan xoli shaklda amalga oshiriladi. Ya'ni sinergetikani mana shu shaklda tahlil qilishimiz mumkin. Xo'p, hurmatli tinglovchilar, bugun siz bilan yuqorida o'rganib chiqqan ma'lumotlarimiz, ya'ni bilish nazariyasi, gnosiyologiya, bilishning turlari, bilishning shakllari tahlil qilib chiqdik. Aynan metodologiyani ko'rib chiqdik va metodlarning turlarini bugun sizlar bilan o'rganib chiqdik. Bugungi shu mavzumuz bo'yicha beriladigan ma'lumotlar shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Sog' salomat bo'ling.